bo'yi 2 metrli lesalarımızdan 5 komplekt, bo'yi 1 metrli lesalarımızdan 5 paddon 15 ta verdik. Bo'yi 1 metrli lesalarimiz 400 mingdan beryapmiz. Bo'yi 2 metrli lesalarimiz paddoni bilan 730 mingdan. Lesamiz nalvon ishlatadigan 25 talik kurba, toza 1.7. 32 talikdan 32 talik stoykasiga ishlatadigan. Toza 1.7 sergili zavodnik. Paddoniga ishlatadigan 4.2,5 profilli bir stenkasini ko'rsatamiz. 1.7 sergili zavod profillar. Akalar, ayrim joylarda lesa tayyorlab sotayotganlar fiksatini mo holatda svarkalashi kerak. Bu holatda svarkalaydigan bo'lsa kashay chiqib ketishi ehtimoli ko'proq bo'ladi. Mo holatda svarkalash kerak. Holatda yopiladi, ochiladi, yopiladi. Lesa apparatga kerak bo'lsa, ekranga nomerni qo'yib qo'yaman, aloqaga chiqaverasizlar. O'sha nomerda Telegram, WhatsApp bor. Manzil Andijon viloyati Saka tumani.